Ishonch telefonlariga ishonsa bo'ladimi yoki xo'ja ko'rsinga bor deb qo'yilganmi? Antikorrupsiya agentligi tomonidan 104 ta davlat organi va tashkilotlarning bu boradagi faoliyati monitoring qilindi. O'rganishlarda qator vazirlik va idoralar, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Qashqadaryo, Surxondaryo, Sirdaryo, Xorazm viloyatlari va Toshkent shahar hokimliklarining rasmiy veb-saytlarida e'lon qilingan idoraviy aloqa raqamlari orqali bir necha bor bog'lanishga harakat qilingan, ammo qo'ng'iroqlar javobsiz qoldirilgan. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Ishonch telefoni nomidan ham ayonki fuqaroda tizimga nisbatan ishonch uyg'otish kerak. Ammo raqam ishlamasa, javob berilmasa yoki rasmiyatchilik uchun qo'yilgan bo'lsa, odamlar o'z muammosi bilan yolg'iz qoladi. Natijada nafaqat ayni bir vazirlikka, balki umuman davlat institutlariga nisbatan ishonch yo'qola boshlaydi. Ayni shu masalalar yuzasidan Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi 13-16 may kunlari qayta aloqaning sirli mijozi nomli navbatdagi tadbirni o'tkazishdi. 2023-yilda prezident 200-sonli farmoni bilan qabul qilingan topshiriqlarni bajarish maqsadida tadbirlarni o'tkazib keladi. Vazirlik va idoralarni rasmiy veb-saytlarida aholi fuqarolar uchun ishonch raqamlarini qanchalik tezkorlik bilan, qanchalik vaqtida javob berish holatlarini doimiy tarzda monitoring qilib keladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Qashqadaryo, Surxondaryo, Sirdaryo, Xorazm viloyatlari hamda Toshkent shahar hokimliklarining rasmiy veb-saytlarida e'lon qilingan idoraviy aloqa raqamlariga bir necha bor qo'ng'iroq qilinganda, ushbu raqamlarning aksariyati javobsiz qolgan. Mavzuga chuqurroq yondashish holat tasodifmi yoki tizimli muammomi, shuni aniqlash maqsadida agentlik xodimlari bilan bir nechta vazirliklarning ishonch raqamlariga to'g'ridan to'g'ri qo'ng'iroq qildik. Afsuski holat takrorlandi. Raqamlarga javob berilmadi. Assalomu alaykum. Siz Sog'liqni saqlash vazirligining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qildingiz. Iltimos, operator javobini kuting. 150 dan ortiq vazirlik idoralar monitoring qilgan holatda belgilangan vaqtda, misol uchun qaysidir vazirlik aytishi mumkin 24 soat 7 kun biz xizmat ko'rsatamiz deb. Monitoring paytida afsuski unaqa holat bo'lmasligi mumkin. Agentlik tarafdan yuqoridagi kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan taqdimnomalar kiritadi vazirlik idoralarga va bu taqdimnomaning bajarilishi vazirlik idoralari uchun majburiy hisoblanadi. O'rganishlar davomida veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi ishonch telefon raqamlari ishchi holatda emasligi aniqlandi. Bu oddiy texnik muammo bo'lib tuyulishi mumkin, lekin aslida tizimda jiddiy muammo borligidan darak beradi. Yana bir muhim jihat, bu ilk bor aniqlanayotgani yo'q. O'tgan yillar davomida ham shu kabi monitoringlar o'tkazilgan, kamchiliklar aniqlangan, tegishli tashkilotlarga taqdimnomalar yuborilgan. Biroq vaqt o'tishi bilan ayrim idoralarda holat deyarli o'zgarmagani achinarli haqiqat bo'lib qolmoqda. Afsuski, hali ham ayrim vazirlik va idoralarda o'zini veb sahifasida ko'rsatgan ishonch telefonlari vaqtida javob bermaganligi yoki blokirovka holatlarida bo'lganligi holatlari aniqlandi. Mas'uliyatli vazirlik va tashkilotlar o'zini o'sha ijtimoiy tarmoqlari, rasmiy sahifalarda ogohlantirish qiladi. Mana shu paytda bizda kol markazlarimiz ishlamaydi yoki murojaatlarni biz qabul qilmaymiz. Bu texnik sabablar bilan ta'sil davom etadigan bo'lsa, o'z navbatda agentlik o'zini taqdimnomalarini kiritib, kamchiliklarni bartaraf etguncha holatni biz to'liq nazoratda olib turamiz. Bilasizmi, ushbu raqamlar muammoyingizni eshitib, chora topishga ko'maklashishi yaxshi, ammo deganda kerakli joyga ulana olmaslik, oxiri ko'rinmas navbatlarda qolish yomon. Demak, faqat ishonch telefonlarini emas, balki muammoga yondashuvni ham faol holatga qaytarish vaqti keldi. Chunki bugun sukut saqlayotgan raqamlar ortida yechimini kutayotgan minglab muammolar turibdi.